Oybek bugun smokerni shaxsan o'zim uchun qilyapti. Shaxsan o'zimni mehmonlarim uchun. Qovurg'a va laqma. O'rtoqlar, havo yegapmiz. Ali Usman kafesida. Smoker go'shtlarimiz shunaqa bir ajoyib 8 soat davomida dudlanib, chiroyli tarzda pishadi. Tishlarini ko'rsatib qo'ying. Qani. Jibrlab turishini qarang. Vilkani o'zida yo'q. Ranglarini qarang. Ikkitaga qilamiz. Bugun mehmonlarim uchun Oybek maxsus smoker tayyorladi o'zi. Laqma bu. Bu laqma. Poylari ham bor orasida. Orasida paylar bor. Nima deydi, hali soch o'sar derdi yoshligimizda. Ya, soch o'sar emas. Yumshoq, Yumshoqmi? Rosa shirin ekan. Qani? Rangini qarang, zolotistый bo'lib turishini. Bay. O'rtoqlar, kelib ish kerak xolos, faqat. Qani rukullarimizni qo'yib, Bo'ldi. tezda ishlovini beramiz. Davay. Sellaridan qo'yamiz Oybek. Radishka у нас. Познакомьтесь. Reklama qilmasdan klientlarga qanaqa qilib yetkazdiramiz go'shtni? Обязательно reklama qilamiz. Правильно, Rada? Давай, руку поставьте. Рукула nima ekan? Rukula. Да я вам говорил, вообще не трогайте, только для мяса. Шашлыки ham bosib ketdi da. Ha, qani yana? Давай, tezda tayyorlaylar. O'rtoqlar, biz do'stona gaplashib qilyapmiz hamma yo'qda. Rada. Maxsus jemlarimizni qilamiz-da. Молодец. Sog' bo'linglar o'rtoqlar.